بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Qasam yod eturman choshgoh vaqti bilan والليل إذا سجى va o'z zulmati bilan atrofni qoplab turgan tun bilanki ما ودعك ربك وما قلى ey Muhammad Rabbingiz sizdan voz kechgani ham yo'q yomon ko'rib qolgani ham وللآخرة خير لك من الأولى albatta siz uchun oxirat saodati dunyo farog'atidan yaxshiroqdir ولسوف يعطيك ربك فترضى yaqinda Rabbingiz sizga shunday ne'matlarni ato eturki siz albatta undan rozi bo'lursiz ألم يجدك يتيما فآوى ey Muhammad Rabbingiz sizni yetim holda topib boshpana bermadimi ووجدك ضالا فهدى yana sizni gumroh g'ofil holda topib to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ymadimi ووجدك عائلا فأغنى sizni kambag'al holda topib Xadichaga uylanishingiz tufayli boy qilib qo'ymadimi فأما اليتيم فلا تقهر bas endi siz ham yetimga qahr qilmang وأما السائل فلا تنهر soil gadoni esa malol olib jerkimang وأما بنعمة ربك فحدث Rabbingizning sizga ato etgan barcha ne'mati haqida esa odamlarga so'zlang